Qadr kechasi o'qiladigan namoz bor, 4 rakatli namoz. Bu namoz qanaqa qilib o'qiladi? Qadr kechasi 4 rakat namoz o'qiladi. Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Qadr surasi, Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Ikkinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Uchinchi, 4-chi rakatlar ham xuddi shu tarzda. Uchinchi rakatda ham sura Fotihadan keyin 3 marotaba Inna anzalna Qadr surasi, 4-chi rakatda ham Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Namozdan so'ng bir marta takbir tashriq, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shularni aytganimizdan keyin va 100 marotaba Qadr surasini o'qishlik. 100 marotaba Qadr surasi o'qilgandan keyin hali aytganimizdan keyin 100 marotaba Alam nashrah surasi, Alam nashrah laka sadrak va wada'na anka vidrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab va ila robbika farghab. Mana shu narsa duolar o'qiladi va o'qiladigan 100 marta Qadr duosi bor. Allohumma innaka afuvun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya'ni Alloh o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni ham gunohlarimni o'zing kechirgin degan mazmunda mana bu duolar o'qilish kerak ekan. Qadr kechasi qiladigan ibodatlarimiz mana shulardan iborat. Ya'ni Hazrati Oysha onamizga janob payg'ambarimiz buyurgan ekanlarki, Qur'onni xatm qilishlik. 3 marotaba sura Ixlosni o'qigan banda Qadr kechasida Qur'onni xatm qilganning savobiga ega bo'lar ekan. Haj va umra, ya'ni muhtaram birodarlar, o'sha salovatlar etilsa, odamlarga mag'firat talab qilib, gunohini Xudodan so'rasak rozi qilganligimiz, payg'ambarlarga salovat etsak, ularni qiyomatda o'zimizga shafoatchi bo'lishiga sabab bo'lishligimiz va duoda Parvardigor o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Bizdek gunohkor, ma'siyatga botgan bandalaringni xatosini o'zing kechirgin deb duo qilib Allohga iltijo qilgan banda borki, uni ibodatlari Allohning dargohida qabul bo'lar ekan. Mana shular Alloh qodir qilguncha, o'zi bildirguncha Qadr kechasida qiladigan ibodatlarimizni bittasi.